To'dadan ajralib, Antarktida tog'lari tomon yolg'iz yo'l olgan pingvin. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu pingvin videosi trenddan tushmayapti. Odamlar esa pingvinning bosh olib ketishini o'zlaricha talqin qila boshlashdi. Kimdir u barchasidan charchagani uchun ketayotganini aytsa, boshqasi mavjud tartib-qoidalarga bo'ysunishni istamay, o'z yo'lini tanlab ketayotganini yozyapti. Xo'sh, bu trend o'zi qayerdan keldi? Aslida bu video nemis rejissyori Werner Herzogning 2007-yilda Antarktida haqida suratga olgan hujjatli filmidan olingan qisqa epizod. Rejissyor filmda pingvinlar telbaligi deyiladigan hodisa haqida mulohaza yuritgan o'rinda aynan mana shu tasvirlardan foydalangan. 2008-2010-yillarda yolg'iz pingvin epizodi internetda memga aylangan edi. O'shanda ham pingvin nigilist, ya'ni mavjud tartib-qoidalarni tan olmaydigan jonzot sifatida tasvirlangan. 2015-yilda ham video bir mashhurlikka erishgan edi. 2026-yil yanvar oyida esa u haqiqiy trendga aylandi.